Fuqarolik jamiyati institutlari aholi manfaatlarini himoya qilish, ijtimoiy sheriklikni mustahkamlash hamda davlat va jamiyat o'rtasidagi ochiq muloqotni rivojlantirishda muhim o'rin tutmoqda. Samarqand viloyatida nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan amalga oshirilayotgan ijtimoiy va ma'rifiy loyihalar ham aynan shu maqsadlarga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda nodavlat notijorat tashkilotlari aholining turli qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda jamiyatdagi ijtimoiy faollikni oshirishda muhim o'rin egallamoqda. Samarqand shahridagi Do'stlik uyida faoliyat yuritayotgan jamoat birlashmalari ham bu yo'nalishda qator amaliy loyihalarni hayotga tatbiq etmoqda. Markazda imkoniyati cheklangan shaxslarni qo'llab-quvvatlash, xayriya tadbirlarini tashkil etish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, milliy madaniy markazlar faoliyatini muvofiqlashtirish hamda fuqarolik tashabbuslarini rahbarlantirishga qaratilgan ishlar tizimli yo'lga qo'yilgan. Nodavlat tashkilotlarning turli sohalarda o'z faoliyatlari bor. Usta faoliyati bo'yicha. Misol uchun sport yo'nalishida oladigan bo'lsak, Samarqand viloyatida 140 ga yaqin federatsiya va klublar o'z faoliyatlarini yuritadi, aynan sport sohasida. Ma'naviyat sohasida oladigan bo'lsak, viloyatimizda ma'naviyat va ma'rifat markazi viloyat bo'limi va uning tuman shahar bo'limlari faoliyat yuritadi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasi va Samarqand viloyati, uning ham tuman shahar bo'limlari bor. Aynan fuqarolarimizni iste'molchi sifatida huquqlarini himoya qilish, ularni faoliyatlari asosiy missiyasi yo'naladi. Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ishlaydigan jamiyatlarimiz bor, ya'ni O'zbekiston nogironlar jamiyatlar, uning tuman va shahar bo'limlari bor. Ular ham nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilish, ularni bandligini ta'minlash, ularni kasbga o'qitish, barcha imkoniyatlarni ko'lamini ko'rsatib berishga harakat qilishadi. Davlat ahamiyatiga molik bo'lgan nodavlat tashkilot bo'lgandan keyin ko'proq ishlarimiz, demak, davlat tashkilotlari bilan memorandumlar imzolanib, memorandum doirasida ma'lum ishlar qilinyapti. Kasb ko'nikmalari markazi bilan memorandumimiz bor. Xalq demokratik partiyasi viloyat kengashi bilan albatta endi nogironlar manfaati ko'proq himoya qilinadi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga joylashtirish uchun tumanlarda targ'ibot tadbirlari o'tkazilib kelinyapti. Prezidentimizning 266-sonli qarori bo'yicha, demak, barcha tashkilotlarda nogironligi bo'lgan shaxslarga to'siqsiz muhit yaratish bo'yicha o'quv seminarlari o'tkazib keldik. Bundan tashqari yana shuni alohida aytib o'tishimiz kerakki, nogironligi bo'lgan shaxslarga davlat tashkilotlari 20 ta ishchisi bo'lsa, 3% nogironligi bo'lgan shaxslarga kvota o'rinlari saqlash kerak, ish o'rinlari ajratilishi kerak. Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatida ma'naviy ma'rifiy yo'nalish ham alohida o'rin tutadi. Xususan, Maxtumi Azam Dahbidiy fondi tashabbusi bilan yurtimiz tarixi, buyuk allomalar merosi va milliy qadriyatlarni targ'ib etishga qaratilgan qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Fond tomonidan o'tkazilayotgan ilmiy amaliy anjumanlar, ma'rifiy uchrashuvlar va nashr etilayotgan kitoblar yoshlarning tarixiy merosga hurmat ruhida kamol topishi, milliy o'zlikni anglash va ma'naviy qadriyatlarni asrashga xizmat qilmoqda. Bu Moturidiy, Imom Chokarzadagi allomalar, buyuk imom Buxoriyning shogird ustozlari Imom Doramiy, shu 3 ta asosiy imom Moturidiy, Marg'inoni, Doramiylar va ularning izdoshlari haqidagi kitob yozish menga buyurilganda, men bu kitoblar hammasini umumlashtirib, yozgan asarlarimda birlashtirib shu kitobni yozgan edik. Bunga sabab muhtaram yurtboshimizni bitta ko'rsatma, bitta farmoyishlari chiqqanda Imom Doramiy to'g'risida. O'sha ichkariga kiritilgan o'sha sabab bo'lib berga bu kitobga Samarqand viloyatidagi hadis, kalom va fiqh sohasidagi eng buyuk allomalar faoliyatlar yozilgan. Mana shu tadqiqot ishlarini davom ettirishimiz kerak. Bu topgan manbalarimiz bo'yicha yozilgan. Kelgusida bundan ham katta-katta kitoblar do'stlarimiz, hammamiz shogirdlarimiz yozishlari kerak. Ana shuning uchun bu boshlanishi. Eng qizig'i oxirgi 5-6 yildan beri hukumat miqyosida, muhtaram prezident miqyosida juda katta ahamiyat bertirgani yoshlarga, ilm ahllariga yo'l ochib berdi. Shuning tufayli mana shu joylar topilyapti, kitoblar yozilyapti. Fuqarolik jamiyati institutlarining samaradorligi avvalo aholi manfaatlariga xizmat qilayotgan amaliy tashabbuslarda namoyon bo'lmoqda. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, xayriya, ma'rifiy faoliyat va jamoatchilik nazorati yo'nalishlarida amalga oshirilayotgan loyihalar davlat organlari bilan ijtimoiy sheriklikni mustahkamlab, fuqarolik jamiyatini rivojlantirmoqda.